Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoy zulmi ostidagi Uyg'urlar bilan ko'rishdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Sharqi Turkistondagi jazo lagerlaridan aman qolgan Mehrigul Tursun bilan urug' tuqqanlari lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning vakillari bilan ko'rishdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Robert Palladino bu haqdagi yozuvchi bayonotida Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning Sharqi Turkistondagi jazo lagerlaridan aman qolgan Mehrigul Tursun bilan urug' tuqqanlari lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning vakillaridan Gulchehra Xo'ja, Firqat Javdat va Arafat Erkin bilan ko'rishganligini bildirdi. Bayonotda biz Xitoy hukumatini bu shaxslarning oila a'zolarini va boshqa xohlagancha tutqun qilinib lagerlarga qamalgan barliq kishilarni darhol qo'yib berishga chaqiramiz deyildi. Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchisi Dingli asosli nishonimizdan biri Xitoyning Turkiyadagi mablag'ini 2021-yilda 6 milliardga yetkazish dedi. Dingli yana yaqinqi bir qancha yilda Xitoy shirkatlarining Turkiyadagi ul aslaha sohasiga muhim mablag'larni solganligini aytdi. Xitoyda bir soqchixona qo'lda yasagan portlovchi moddaning hujumiga uchirdi. Vaqada 3 kishining yaralanganligi, hujumchining bo'lsa o'ldirilganligi bildirildi. Xitoyning Liao o'lkasi Shinyang shahridagi bir qatnash soqchixonasi hujumga uchirdi. Hujumning oldi bilan soqchixonaga o't qo'yilganligi, orqadan portlovchi moddani portlatganligi bildirildi. Xitoy doiralarining voqeani maxfiy tutishga tirishayotganligi ma'lum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya bilan Qirg'iziston orasida harbiy va harbiy texnika sohalaridagi hamkorlikni kuchaytirish haqida kelishdik dedi. Putin bilan Qirg'iziston prezidenti Jinbekov poytaxt Bishkekdagi raislik saroyida ko'rishdi. İki rəhbərinin görüşüdən keyin ötküzülgən heyətlər ara söhbətinin axbaratqa ucuq qismida söz qılğan Jinbekov, Rossiyanın yaqin, ishonchli ittifoqdosh, muhim va uzun mezgillik strategiyalik sherik ekanligini aytdi. Venezuelada o'zini vaqtliq prezident deb e'lon qilgan Juan Guaidoning 15 yilgacha ma'muriy xizmat qilishi cheklandi. Hökumət təpniş Amurus dövlət televiziyasida bayonot e'lon qilib, har qanday bir davlat organining qaror belgilangan vaqt ichida garajdan Juan Guaidoga bir vazifa berishni cheklash qarori chiqarildi dedi.